Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlarga bir shunday qiziqarli narsa topdim. Endi buni ko'rmasangizlar bo'lmaydi, axir qaranglar. Mototsikllar qiziqa to'la bormi? Mehnatga qaranglar, mehnatga. Ural mototsiklni shu darajada perdelka qilib taxlagan. Endi bu qilingan mehnatga bir like podpisatsiya bosib qo'ymasangizlar bo'lmaydi. Qaranglar. Tikoning motorlarini qo'yib, полностью заводской deb taxlangan, zavod holatına keltirib taxlangan. Kreskalar qurilgan, toza paket motor qo'yilgan. O'zining motori 2 silindr bo'ladi, 3 silindr заводской deb bo'lib, cho'tga qilib qilingan. Eldingi vilkalarga e'tibor beramiz. 1950-yilning bagi, 1952-yilning ana shu faralari. Qaranglar, hozirgi kungacha qanday saqlangan, qanday did bilan boshqalardan perdelka qilib taxlangan. Polni havas qilsa arziydi. Radiatorlari qo'yilgan. Shu darajada did bilan taxlangan. Dinamlar, starterlar, Lifon mototsiklning karburatorlari, antifriz pachoklarini qaranglar. Zavod holatida qanday did bilan 29 million so'm pul chiqdi ana shunga. Buni qiziqqanlar bilganlar biladi. Zadniy mostlarga 10 tishli shestrinalar qo'yilgan. Tezligi ustunda o'tira olsang, bassang, bosqanicha ko'taradi. Bir knopkada yanadi.